Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mazasi og'zingizda qoladigan, hammaga birdek yoqayotgan, o'sha mashhur bo'lgan Choco Napoleon shirinligini tayyorlaymiz. Buning uchun bir kun oldindan hamma kerakli masalliqlarimizni tayyorlab, xamirimizni qilib qo'yamiz. Xamir uchun bizga 900 yoki 1 kilo un kerak bo'ladi, kakao, 3 ta margarin kerak bo'ladi. Unimizni albatta elakdan o'tkazib ishlatsak, o'shanda xamirimiz juda ham zo'r chiqadi. 900 gram unimizni elakdan o'tkazib olganimizdan keyin kakaomizni ham elakdan o'tkazib solamiz. Men oddiy kakao ishlatdim, Kent Boehringer kakaosidan. Sizlar xohishingizga ko'ra boshqacharoq kakao ham ishlatsanglar bo'ladi. Kakaoni ham elakdan o'tkazsanglar, shunda qumaloqlari ketadi. Shunaqa pachkadek kakaodan 2 ta soldim. Rangi o'shanda sal to'qroq bo'ladi. Bunaqa kakaoni o'rniga turetskiy yoki gollandskiy kakaodan ishlatsanglar bo'ladi. Agar gollandskiy kakaodan ishlatadigan bo'lsanglar, sal ko'proq solishingiz kerak, uni rangi ochiqroq bo'lganligi uchun. Kakaolarimizni elakdan chiqarib olganimizdan keyin ikkala massani yaxshilab aralashtiramiz. Однородный bir xil massa bo'lgunicha. Unli massamizni aralashtirib olganimizdan keyin 3 ta margarinimizni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Men oddiy maselkani 70% margarindan foydalandim. Sizlar xohishga ko'ra boshqacha margarindan ham ishlatsanglar bo'ladi. Arzonroq yoki qimmatroq o'zingizlarning xohishingizga qarab. Napoleon xamiri mazali chiqishi uchun milter yoki maselka margarinini ishlatishinglarni tavsiya qilib qolaman. 80%lari ham bor. Ulardan ham juda ham mazali chiqadi. Margarinlarimizni elakdan o'tkazib olganimizdan keyin un bilan margarinimizni yaxshilab uqalab olamiz. Bir xil massa bo'lgunicha. Margarinimiz muzdek holatda bo'lganligi uchun dumaloq ko'rinishda bo'lib qoladi un bilan aralashtirganimizda. Endi unli massamizni chekkaga olib turib, boshqa bitta idishimizga 300 ml muzdek suv solamiz, yarim choy qoshiq uksus solamiz va 2 ta tuxum solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Uksusimiz 10% meniki. Agar sizlarda 70% yoki undan ham kattaroq foizda bo'lsa, kamroq miqdorda solasizlar. Keyin bu massamizga ozgincha tuz ham solamiz. Suv tuxumlarimizni yaxshilab aralashtirib, boyagi unli massamizga qo'shamiz va xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimiz yana ham o'xshab chiqishi uchun bir pachka razrxlitel ham sovuramiz. Menga bir pachka razrxlitel 10 gram chiqargan. Endi ikkala masalliqlarimizni yaxshilab bir-biriga aralashtirib, xamir qorishni boshlaymiz.
Xamirimizga boshqa un qo'shilmaydi, shu unimizni o'zi yetadi. Suvimiz muzdek bo'lganligi uchun va margarinimiz ham muzdek holatda bo'lganligi uchun xamirimiz muzdekroq va qattiqroq holatda bo'ladi. Xamirimizning ko'rinishi shu holatda bo'ladi. Ustiga oq-oq margarinlar bo'ladi. Bular margarinlarimiz muzdek holatda bo'lganligi uchun ham shunaqa usti oq bo'lib qoldi xamirimizning. Lekin bu xamirimizni gaz pechiga qo'yib pishirganimizda bu oqlari erib ketib, xamirimiz juda ham mazasi zo'r chiqadi. Tayyor bo'lgan xamirimizni bir kechaga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Bir kecha o'tgach xolodilnikdan olib, xamirimizni 10 tuzuvalaga bo'lib olamiz. Xohishga ko'ra xamirlarimizni grammoviy tarozida o'lchab, gramlab kesib olsanglar bo'ladi. Men naklas qilib o'lchab kesdim. Bu orada gaz pechimizni ham yoqib qo'yamiz 182 gradusda qizib turishi uchun. Un tuzvalaga bo'lgan xamirlarimizni unlab-unlab yoyib olamiz yopishmasligi uchun. Oddiy Napoleonlarga o'xshatib, xuddi buni ham listi orqasida pishirib olamiz. Hamma o'zini listini orqa qismiga mo'ljallab, xamirlardan yoyib olamiz. List chetidagi ortiqcha xamirlarni kesib olib qo'yamiz. Xamirimizdan xohishga ko'ra ustini vilkada yoki menga o'xshab oddiy pichoqda kesib chiqsanglar bo'ladi, ishib ketmasligi uchun. Har bitta tiqorgan xamirimiz uzog'i 10-15 minutda pishib chiqadi. Shu ketma-ketlikda xamirlarimizni davom ettirib, hammasini pishirib olamiz. Xamirimizning ustida oq-oq bo'lib qolgan margarinlarimiz pishib chiqqandan keyin hammasi erib ketadi va margarin erib ketganning hisobiga xamirlarimiz shunaqa zo'r bo'lib og'izda eriydigan mayin xamir bo'lib chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin videodan ham. Ko'rishlarimizni pishirib olganimizdan keyin sovutib olamiz. Bu orada biz ichiga surish uchun kremini tayyorlab olamiz. Kremi uchun 200 gram xona haroratda erigan saryog'imizni oppoq massa bo'lgunicha ko'pirtirib olamiz va ustiga men 1,5 litr moloko solganman, 1,5 litr moloko solib olamiz. 10 ta ko'rish uchun 1,5 litr moloko ketadi. Sizlar agar ko'rishlarni kamroq qilaman, 6 ta yoki bo'lmasa 8 ta qilaman deydigan bo'lsanglar, 1 litr yoki 1 litrdan sal oshiqroq moloko ishlatsanglar bo'ladi. Sug'ishonli molokimizni ham mikser qilganimizdan keyin ustiga kakaomizni ellikdan o'tkazib solamiz. Kremiga iloji boricha gollandskiy kakao ishlatishinglarni tavsiya qilaman. Mazasi xuddi shokoladdagi bo'lib chiqadi. Kakaomizni 2-2,5 qoshiq solamiz va yaxshilab mikserlab olamiz uni ham. Kremimizning ko'rinishi shunaqa zo'r mayin bo'lib chiqadi. Yeganinglarda ham og'zingizda qoladigan shokoladli maza bo'lib chiqadi. Sovigan ko'rishlarimizni bitta-bitta qo'yib, chiroyli qilib kremlab chiqamiz. Kremimiz ko'p, o'shaning uchun orasiga bemalol ko'p-ko'pdan solib kremlasanglar, o'shanda cho'ka Napoleonimiz juda ham mazali chiqadi.
Men 10 ko'rishimni chetlaridan ortib qolgan xamirlarni kesib olib, ularni ham pishirib oldim va ustiga urvoq qilib oldim. Ustki qavatini ham yaxshilab kremlab olganimizdan keyin urvog'imizni sepib olamiz. Agar sizlarda chetlaridan xamir ortmagan bo'lsa, bitta ko'rishi отдельно olib qo'yib, uni urvoq qilib olsanglar bo'ladi. Urvog'imizni sepib olganimizdan keyin ustiga отдельно paket yopib, listni orqa qismi bilan sal-pal ezib olamiz. Va 1-2 soatdan keyin bemalol oila a'zolaringiz bilan iste'mol qilsangiz bo'ladi. Mazasi og'zingizda qoladigan, juda ham mazali, hamma sevib iste'mol qiladigan o'sha choka Napoleon bo'ladi. Video sizga yoqqan bo'lsa, menga podpiska bo'lib, like bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Yoqimli ishtaha.